Assalomu alaykum. K9 avtomobilimiz. K9'ni yaxshi ko'rganlarga shunday videoni tashlab yuboramiz akalar. Mashina ideal holatda yangi kirib keldi. 2016-yil 218 ming kilometr yurgan. Juda ko'p yurib qo'yibdi mashinamiz. Benzin 3.3 объем, lekin mashinani holati ideal holatda akalar. Balonlari Pro Contact qimmat shinadan akalar. Shinani yaxshi tushunadigan ham juda yaxshi biladi. K9 avtomobili. Mashinamiz to'rala eshik, beshikli dastur bor. Shu ideal holatdagi K9 avtomobili. Narxi 9,5 million won. Dollarga $6,500 to'g'ri keladi. Eksportga ham ketaveradi akalar bu mashina. Black boxlari mana tashqaridan ko'rinyapti. Mashinamiz eshigi qulib, hozir sizlarga telefon orqali rasmlarni ko'rsatib o'taman. K9 94 80 nomerli avtomobilimiz akalar. 9,5 million won, 2016 ga o'tgan, 218,303 объем benzin. Mashinamiz rasm holatlari mana. Kimga kerak bo'lsa, 9480 nomerli linkini tashlab beraman. Bemalol ichiga kirib, yana bir o'zlari rasmlarni yaqinlashtirib ko'rsanglar ham bo'ladi. Qiziqsanglar, aloqa qilsanglar shu mashinani 360 kameralari bor, sport, ekrejim, normal rejimlari, hamma narsasi bor. Avtoparking, avtohol, rushnoylari, skorchlari, BMW ga o'xshashib ketadi. Elektronik sidena panellarigacha bor. Black box IPS'lari bor. Orqada mana multimedia yanglishtiradigan funksiyasi bor. Orqa signallari ham isitadi. O'ta keng salon. Start stop monitorlari bor. 160 kamerani ko'rsatyapti. Orqada mana multimedia boshqaradigan funksiyasi, sidena isitadi. Va shu ideal holatdagi mana kurs kontrol hamma narsasi bor mashinada. Hamda oldida labovoyda kilometr ko'rsatib turadigan funksiyasi panorama tomigacha bor ekan. Mashina kimga qiziq bo'lsa, bagajlari o'ta keng. Aloqa aytib ko'rasizlar. 9480 nomerli. Bu texnik holatiga kelsak akalar, texnik holati ham ideal. Bitta shu chap tomonda oldi grill almashgan. Qolgan joyda hech qanaqa kiritilayotgan joylari yo'q. Mana motordan yoqqan joylari ham yo'q. Ideal holatda K9 avtomobili.